Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar deyman. Men Shamsullo Afg'onistonning Baliq viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana bugungi videomizda esa Afg'onistonning Sho'rtepa tumanining bozorini videoga oldik. O'sha mashhur Asif akamiz bilan birgalikda. Aziz do'stlar, videomiz davomida bozorning har bir narsalarining narxlarini video davomida ko'rsatib o'tmoqchimiz inshaalloh qo'limizdan kelgancha. Aziz do'stlar, bizning kanalimizni 197 kishi obuna bo'lmasdan turib kuzatayotgan ekan. Do'stlar, sizlardan iltimos, mehnatimizni qadrlash uchun videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz deganim bittaman. Qani bo'lmasam do'stlar, videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, Afg'oniston o'zida ishlab chiqarilgan choynaklar. Mana ko'rayotganingizdek, elektrikli ham quyosh panariga ham bo'lar ekan. Mana ko'rganingizdek choy qaynatasiz bunda. Mana Afg'onistonning o'zida ishlab chiqarilgan choynaklar. Mana qaranglar, bunaqasini ko'rganmisizlar? Bunaqasi bor bo'lsa yozinglar kommentariyaga do'stlar. Mana Afg'onistonning o'zida ishlab chiqarilgan. Qancha bo'laydi tag'i? 400. So'mi qancha bo'laydi? Afg'oniston puliga 400 afg'on, ya'ni O'zbekiston so'miga hisoblasak 70 ming so'm, 60 ming so'm. Bu qanchasida? Bu ham 80-90 ming so'mga do'stlar mana. Arzonmi qimmatmi yozib qo'yinglar. Mana Afg'oniston o'zida ishlab chiqarilgan choynaklar mana. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, mana bu yer ham juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz. Mana go'sht narxlari, mana shunday sabzavot ko'kat degandek kabi hamma qovun tarvuzdan so'raymiz narxlarni. Mana hozir qassob bobomiz. Assalomu alaykum, o qassob og'a. Va alaykum assalom. Tabarak qarashay, kaktula baran go'sht lazım da edi qarashay. Açay. Dabat qarashay. Qanchadan olding go'shting kilosi, ha? Go'shtning kilosi 440 avani. Nima go'shting bu? Echki go'sht, qo'yin go'sht, Baran go'sht, echki go'sht. echki go'sht, ha? Ey maşallah. Ha, Rossiyadan, Rossiya. Ha. Buyurgan kelmedingmi? Tepet sem go'stim debet desi sor. Sem sor go'stim sor debet sor desi sor. Qarashay kaktula. Mana ko'rayotganingizdek, Rossiya bilganlar bor bo'lsa do'stlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar, kilosi qanchaligini. Mashhur qishlog'imizda mashhur Pir bobo, qassob bobomiz. Taniganlar bor bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek, mana pomidorlar ham mana shunaqa 10 kilo keladi. Voy bismillah, mana ko'rayotganingizdek, eng yaxshi dehqonchilik pomidorlar qaranglar. Mana shunaqa pomidor 70 afg'on ekan Afg'oniston puliga. Lekin 10 kilo keladi mana shu pomidorlar. 10 kilo keladi. Va tarvuzlarning ham kilosi 10 afg'ondan ekan Afg'oniston puliga. O'zbek so'miga qancha bo'ladi? Birma-bir yozib qoldiramiz inshaalloh. Mana bu yerda bomyo ham bor. Bomyoning ham 1 kilosi 20 afg'on ekan. Afg'onistonning mashhur o'simlik. Bu o'simlik Afg'onistonda juda ham ko'p yetishtiriladi. Bu do'stlar ovqatlanib yeyiladi bu bomyo. Bomyo ekmoqchi bo'lgan birodarlarimiz aloqaga chiqsa, xudo xolasa Termiz bozorida bor. O'zbekistonda Termizda yetishtirib beramiz. Do'stlar, bizning qishlog'imizdagi bo'lib o'tadigan bozorimizda mana shunday qovun, tarvuz, go'sht, hamma narsa mo'l, hamma narsa keladi do'stlar. Davlat ag'a, ulardan davlat ag'a. Shular 70 mi? Bular 70 afg'on, mana bular ham 100 afg'onlar ekan, qovunlar do'stlar. Kadilar nada oldi kilosi? Kadilar kilosi 15 afg'oni. Kilosi 15 Ha, afg'on. ardan. Endi Kadarda kilo 15, kilo 15. Kilo 15 afg'on. Ha, bu qarab qolganlar patri bo'lmadi. Salab biometrida keldi. 1 kilosi 15 afg'on ekan do'stlar. Afg'oniston puliga hisoblaganda 15 afg'on 1 kilosi. O'zbekiston so'miga ham qancha bo'ladi aytib o'tamiz inshaalloh do'stlar. Mana do'stlar, mana qishlog'imizda mana shunday bozorlar bor. Juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz. Mana shunda choy, keyin biskut, mana shu shirinliklar, mana hamma narsa sotiladi. Mana choylar ko'rganingizdek. Hozir kilosini ham so'rab chiqamiz. Navodim 1 kilosi qancha? Navodim kilo
Bunu soğutan 70 oğan veriyor. Ha 70 oğan ha. Bunu soğutan 60 oğan veriyor. Ha buni bundan farqi bormi? Bunun da şeker ko'prakda. Ha, Ha, bu şeker bu ko'p. vatanimizda ko'prak namaki navadi ko'p yaxshida. Havo. Sifati yaxshi ekan bo'lsa buni. 70 oğanı. Bu 60 oğan veriyor. 60 oğanı, 60 oğan Afg'oniston puliga 70 oğan ekan. Ey maşallah maşallah. Mana do'stlar, choy qanchami? 1 kilosi. 250 veriyor. 250 oğan 1 kilosi. 250 ga oğan ekan va 200 afg'on ekan do'stlar. 1 kilosi choyni. Mana do'stlar, narx-navolar bizning qishlog'imizdagi bozorlar narx-navosi. Mana Abdurahim og'amiz ham do'koni bo'ladi. Rahmat Abdurahim og'a. Birinchi kilosini adam olding. Afg'oniston puliga 48 afg'on ekan do'stlar, mana 48 afg'oni, ya'ni 9500 so'm bo'lsa, 9500 so'm 1 kilo guruch bo'lsa, birinchi. Mana do'stlar, narx-navolar. Mana do'stlar, Afg'onistonda mana sariq birinchilar, bular bo'yalgandami shular? Ha, buyurun. Mana bo'yalgan birinchilar juda ham palov, zo'r palov bo'ladi, lekin bunun kilosi qanchami? 48 oğan. Mana 48 afg'on ekan, Afg'onistonning puliga. Mana bu yerda Pokiston birinchi ham bor. Pokiston birinchilari ham mana o'zingina qaranglar. Buning kilosi qancha? 90. Bu 90 afg'oni, bu juda ham undan ham yaxshi bo'ladi palov, lekin zo'r palov bo'ladi buni ham. Va Mana bular yana. mana do'stlar 3 litr yo'q. Mana ko'rayotganingizdek, qancha olgan ekan? 310. 310 afg'on Afg'oniston puliga mana 5 litr yo'q ham. Mana 490 afg'oni mana. 5 litr yo'q. Buni yerinki mi? Rus. Rus kimmi? Rossiyadan kelganmi? Ha. Bu qanchami? Bunun narxi 530. 530 afg'on ekan mana do'stlar. Paxta yog'dami? Bunu Guna baqar yog', ha. Mana bu yerda 10 litr yog' ham bor. 10 litr qancha so'm? 940. 940 afg'oni 10 litr yog' do'stlar, mana ko'rayotganingizdek. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana qishlog'imizda juda ham mashhur do'kon. Hamma mana shu juma kuni shu do'konga keladi. Chunki juda ham narsalar ko'p olinadi, arzon bu do'konda. Hamma narsa arzon sotilgani uchun juda ham ko'p odam kelib shu yerdan savdolarni qiladi do'stlar. Mana do'stlar, bu do'konda hamma narsa topiladi. Chunki juda katta do'kon. Mana ertaga ham palov pishiramiz. Palovga ham kishmish oldik. Ya'ni 2000 so'mlik kishmish oldik. Bu qanchami qara kishmish? 220. 1 kilosimi? Mana 220 afg'oni. Bu qancha? 100 oğan. Bu ham 100 afg'on ekan, Afg'onistonda bo'lgan. Qarag'am qancha? Qarag'am 100 afg'on. Ham 100 afg'on ekan. Sokulan yer var, on ham darraqtana. Boshqa nima? Boshqa nima so'rasa ekan? Mana shunaqa do'stlar. Mana do'konlarimiz. Mana do'stlar, nahot bundan ham ovqatlarni bilganlar biladi. Bunun kilosi qanchami? Bu kilosu 90. 90 afg'oni. Mana lobyo, dehqonchilikmi bular? Özü qilamiz. O'zbekistondan kelgan. Qancha ming kilosi? 75. 75 afg'oni Afg'oniston puliga. Qizil lobyo 95. 95 afg'on ekan. Mana mosh. Bu bilan qancha kilosi? 95 bular. Bular ham 95 afg'on ekan Afg'oniston puliga. Bu nimadan bu? Bu next deyman. Next kilosi qancha? Bu kilosu 55. 55 afg'oni. Edesdan bu. Bunlarda. Da. Bu kilosi qancha? Bu kilosu 35. 35 afg'oni. Rahmat aka, Abdulloh akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, hozir kartoshka piyozlarni ham so'rab ko'ramiz, narx-navolarni. Mana qaranglar, piyozlar, kartoshkalar qancha ko'p olinyapti mana maşallah. Dehqonchilik piyozlarimiz Afg'onistonda o'zida piyozlar chiqadi. Mana bu yerda ham do'kondor akamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salom. Shukr alhamdulillah. Adil nima yaxshimisiz? Qancha o'zini tanishtirdingiz? Adim Abdurashid. Abdurashid og'a. Qancha yashadingiz? 61 bo'libdi. Ey maşallah maşallah. Nari ham do'konlar, badallar yaxshimi? Shukr badallar yaxshi g'animat mana. Ey maşallah. Terkal pursga ketdi. Xo'p, mana shuni ana piyaz, miyaz, kecharmi chasat ekan edi. Ey maşallah. Boshqa nimalar bor? Bor, mana karpuz bor.
Ey Bayım maşallah. cantıya var, bamiye var. Ey maşallah. Qancha yildan beri do'konda olib ketdingiz? Endi bir 20 yil bo'ldi. Ey maşallah maşallah. Mana akamizga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Mana ko'rayotganingizdek juda ham ko'p mana savdo bo'ladi. Ko'rayotganingizdek mana savdogarlar olyapti. Piyozlar va kartoshkalar. Hozir kilolarni ham so'raymiz. Xo'p, kechallar nereden olding ağam? Piyalar nereden olding? Piyada 60 so'radi. Nimasmen 7 kilo mi? 7 kilo. 7 kilo 60 afg'on ekan. Mana Afg'onistonning puliga 7 kilosi 60 afg'oni. Bu piyalar nering piyada bular ağam? Piya vermez. To'qoy o'z o'tini piyasi. Qishlog'imizda shu To'qoyda ekilekining ha? Mana qishlog'imizda ekiladi mana shu piyolar, dehqonchilik piyozlari do'stlar. 7 kilosi mana shunaqa 7 kilolik qilib sotiladi mana. 7 kilolik bo'lsa, masalan 60 afg'on ekan. Kechallar qanchadan bo'lding? 150 afg'on ekan, 7 kilosi. 7 kilo 150 afg'oni bo'ladi. O'zbek so'miga qancha bo'ladi yozib qo'yamiz do'stlar. Tashakkur ağam. Alloh rozi bo'lsin. Mana do'stlar, Afg'onistonda uzumlar kilosini so'raymiz. Hozir bir kilosi qancha? Mana toifa degan uzumlar ham. Qancha dedingiz to'g'rilarni? Afg'oniston puliga 30 afg'onda mana uzumlar kelgan mana bozorimizga. 30 afg'oni toifa uzum degani. Mana do'stlar, uzumlar narxlari 1 kilosi. Kishmishlar ham bormi? Kishmish yo'q ha? Hozircha mana shu uzum kelgan toifa uzum 30 afg'on ekan 1 kilosi. Qimmat arzon do'stlar, yozib qoldiringlar. O'zbekiston so'miga qancha bo'ladi? Yozib qo'yamiz. Mana do'stlar, qo'chqor tozda hozir so'yildi. Afg'oniston puliga 450 afg'oni 1 kilosi. Qo'chqor Afg'oniston qozoq qo'ylaridan. Mana do'stlar, kishmish uzumlar ham kelibdi. Mana dehqonchilik kishmish uzumlar 1 kilosi 30 afg'oni. Mana kishmish uzumlar ko'rayotganingizdek 1 kilosi 30 afg'ondan O'zbekistonning so'miga qancha bo'ladi? Yozib qo'yamiz. Mana bular ham olmalar, dehqonchilik olmalar. Mana bu haftada olmalar ham kelibdi bozorimizga. 20 afg'onda men olmalar. Mana olmalar ham 20 afg'oni 1 kilosi do'stlar. Dehqonchilik olma va dehqonchilik uzumlar. Mana noklar ham 25 afg'oni 1 kilosi do'stlar. Mana dehqonchilik noklarimiz ko'rayotganingizdek 1 kilosi 25 afg'oni.